Ko'pchilik aytadi, nimaga faqat uyga ovqat zakaz qilib yeysiz, ko'chaga chiqib yemaysiz deb. Sababini shu videoda ko'rsangiz bo'ladi. Oshxonaga yolg'iz chiqib ovqat yeyish bu katta mahorat deb o'ylayman. Chunki bu ko'pchilikning qo'lidan kelmaydi. Masalan, meni karis qaynonam oshxonaga chiqib o'zlari ovqat yeb o'tira olmaydilar. Men oshxonaga chiqib ovqat yeganimda go'yoki atrofdagilar menga qarayotgandek tuyuladi. Hozir ham oldimdagi xotin menga qarab ovqatini yeyotgandek tuyulyapti. Meni to'chna qaydadir ko'rganga o'xshaydi. Bu ovqatni qaynonamsiz yeganimni bilsalar, aniq xafa bo'lsalar kerak. Chunki bu ovqat men bilan qaynonamning eng sevimli ovqatlarimizdan biri. Xullas, aytmoqchi bo'lgan gapim bu emas edi. Bugun Koreyada o'qituvchilar kuni bo'lganligi uchun sovunni bog'cha opasiga kichkinagina sovg'a jo'natgan. Chiroyli qilib sovunni sumkasiga solib qo'ygan edim, lekin sovunni bog'chadan olgani borganimda bog'cha opasi qayta bunaqa ish qilmasligimni so'radi. Koreyada o'qituvchilar kuniga hech qanday sovg'a berilmaydi. Iltimos, keyingi safar hech narsa jo'natma deb iltimos qildi. Bu safar birinchi martaligi uchun mayli qabul qildim, lekin keyingi safar jo'natmaganing ma'qulroq deb aytishdi. Oddiy yeydigan narsa bo'lsa qabul qilishim mumkin, chunki boshqa o'qituvchilar bilan bo'lishib yeyishimiz mumkin, lekin boshqa sovg'ani qabul qila olmayman, uzr deb aytdi. Mana xotinni qaranglar, menga qarab o'tib ketyapti. Har safar ko'chaga chiqib ovqat yeganimda shunaqa atrofdagi odamlar menga qarayotgandek tuyuladi, shuning uchun ko'proq uyga zakaz qilib yeyman. Xullas, Koreyada yashayotgan onalar, iltimos bog'cha opa yoki o'qituvchisiga hech qanday sovg'a jo'natib bo'lmasam menga o'xshab noqulay holatda qolishinglar mumkin. Shunday qilib bitta katta tovoqdagi ovqatni o'zim maza qilib yedim. Bu yog'i esa mukbang, yoqimli ishtaha. Ha, aytgancha oshxonaga yolg'iz chiqib bemalol ovqatlana oladigan insonlar bormi? Kommentariyaga yozib qoldiringlar.